hammamizga ma'lum, musiqani ko'p eshitgan odamning qalbida Qur'on turmaydi. Qur'on musiqani surib chiqaradi yoki musiqa Qur'onni surib chiqaradi. Ikkalasidan bittasi turadi qalbingizda. Ikkinchisi, birinchisi nima bo'ldi? Havoi nafsi bilan, shahvati bilan tinglaydiganlar. Ikkinchisi, aqli bilan tinglaydiganlar. Aqli bilan tinglaydi, iymoni bilan, ma'rifati bilan tinglaydigan inson. Bunaqa insonlar nimani tinglaydi? Qur'onni tinglaydi, hadisni tinglaydi, ilm majlisini tinglaydi. Bunaqa odamlar aqli bilan eshitadi. Qanaqa edi? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulayka kana anhu mas'ula. Albatta quloq, ko'z va qalb qiyomatda bular haqida mas'ul bo'linadi. Javob berasiz eshitgan narsangizga, ko'rgan narsangizga. Birinchisi, shahvat